Samarqand birinchilardan bo'lib boshlab beryapti. Ko'p aka-ukalarimiz bilan birlashib bir narsalar qilyapmiz. Mana shu hamjihatlikda gap ko'p. Men o'zim hayotga masalan 50 yil yo 30 yil ishlaydigan vaqtim bo'lsa, agar 4 kishi bo'lib birlashsak, 120 yil ishlaydigan vaqt bo'ladi. Har bir kishi 30 yildan ishlasa, mehnat faoliyatini olib borsa. Ana 6 kishi bo'lib birlashsa. Bizda masalan ko'p men shuni aytaman, Amerika nima qiladi? Apple ishlab chiqdim deydi. Minglab odamlari, millionlab odamlari aksiyani sotib oladi. U dunyoga birinchi o'ringa chiqib ketadi-da. Men shu narsalarni sekin-sekin bu nimadan bo'ladi? Bir-birini yomon ko'rish bilan hech narsa tuzib bo'lmaydi. Mana hozir 4 ta bilamiz, o'zimizni masalan, men ko'proq mashhurroqman, men ko'proq degan xayolga borsak, o'rtalamizda ham ishimiz yurmaydi. Yaxshi munosabat, yaxshi quchoqlashib ko'rish, aka-ukachilikdan keyin bizneslarga qo'shilish bo'ladi. Primoy kelib biznesga biroq qo'shilmaydi. Birinchi agent bo'ladi, o'sha bo'ladi, jo'ra bo'ladi, keyin bo'ladi. Hozir mana shu narsani ham ko'proq yoshlarga singdirishimiz kerak. Ha. Yo'q, men qilmasam hech kim emasman. Men mana bu cho'g' bilan kimdir. Samarqandimiz ham alohida biz biladigan bo'lsak, bitta ham brend dunyoga chiqara olmaymiz. Hammamiz birlashib internetga qo'ysak, shuni kimdir ko'rib ertaga turist bo'lib keladi. Hammamiz birlashib bir narsalarni, hamma yaxshiligini oshirib, yomonligini yoshirib, mana shu shaharni dunyoning markaziga aylantirish uchun keling arzimagan hissamizni qo'shaylik. Mana shunaqa fikrlayman. Birlashsak yuksalamiz demoqchisiz. Birlashsak yuksalamiz, chiroyli yuksalsak tekisni qurganda jomla quramiz.